Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining maxsus xabar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Aziz ko'ruvchilar, hammanglarning xabari bo'lgandek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 10 oktyabrdan e'tiboran Germaniya federal parlamentining oldida Şinjan saqçı hüccətlər asasıq məzmun qılınğan rəsmi körgəzməsi ötküzüş bilan birgə Germaniya federal parlamentida Uyğur irqi qırğınçılığını rəsmi yo'sinda e'tirof qildirish və oxşaş vaqtda Uyğur dostluq qruppasi qurish uchun turli muhim uchrashlar bo'layotdi. Tunigimmo raisimiz Dolqin Aysa apandim Germaniyaninki federal parlament a'zolari bilan uchrashishdan boshqa inson huquqlarini kuzatish tashkiloti qatorliq xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan muhim uchrashishlar bo'ldi. Bugunmi ko'gininglardek aziz qarindoshlar, Germaniya federal parlamentining ichida Germaniya hokimiyat beshidagi 3 partiyaning asosiy parlament a'zolari bilan intayin muhim uchrashishlar ilib berildi. Bu haqda texmi tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun biz qurultayimizning raisi Dolqin Aysa apandimni va qurultayning bayonotchisi va qurultay Berlin ishxonasining mas'ul bo'lgan G'ayur Qurbon apandimni ziyorat qilmoqchimiz. Xo'sh, Dolqin Aysa apandim, bugungi Germaniya federal parlamentining ichida intayin muhim uchrashlar bo'ldi. Hukumatninki Germaniya parlamentidagi hokimiyat beshidagi 3 partiyaningki parlament a'zolari bilan ko'rishgan bo'ldik. Bu haqda bir ko'rmalarimizga qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Bizningki Germaniya parlamentidagi faoliyatlarimizning doirasida bugun Germaniya parlamenti inson haqlari komitetining o'xshash bo'lmagan siyosiy partiyalardagi millat vakillari bilan parlament a'zolari bilan aytdi samimiy bir suhbatimiz bo'ldi. Sizmi degandagidek, buningda bugun Germaniyani idora qilayotgan Sosyal Demokratlar partiyasi va bu hukumatniki o'rtog'i bo'lgan Liberallar partiyasi ning parlament a'zolari inson haqlari komitetininki rahbarlari qatnashdi. Bu yerda biz shu bizning asosliq bu qatimki Berlin ziyoratimizning asosiy mazmunlari haqida texnik tafsili to'xtalgan bo'ldik. Bu Uyghur irqiy qirg'inchiligining qabul qilinishi, Uyghur majburiy emgak haqida bir qonunning Germaniya parlamentidan chiqarilishi, Uyghur do'stlik guruhining qurilishi, shuning o'xshaydigan nurg'un masalalar haqida nihoyat yaxshi bir suhbat bo'ldi, samimiy bir suhbat bo'ldi. Ba'zi nuqtalarda fikr birligiga keldik, ba'zi nuqtalarda bizga bugungi qilib beradigan nuqtalar haqida aniq ba'zi javoblarni berdi. Albatta bu natijalangan vaqtda vatandoshlarimiz bilan o'rtoqlashimiz bugungi yig'in nihoyat muvaffaqiyatli bir yig'in bo'ldi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, G'ayur Qurbon apandim, hamda bugungi bu uchrashuvlarda intayin qizg'in suhbatlar ilib berildi. Siz hamda o'zingizningki qarishidan bo'lgan haqida bu bugungi suhbat haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Albatta, bayam raisimiz deb o'tgandagidek bu suhbat nihoyat utuqliq va do'stona hattoki qarindoshlarcha bir suhbat bo'ldi deyalaymiz. Albatta, Uyg'ur masalasi Germaniya parlamentiga, Germaniya siyosatiga notanish bir masala emas. Deb o'tgandagidek biz uchun bu masala favqulodda muhim masala bo'lgan bilan, lekin Germaniyada, ya'ni butun dunyoda hozir hamma yerda krizis bo'layotgan, nurg'unlagan azob-uqubatlar, urushlar bo'layotgan bunday bir mezgilda bizningki masalamizningki bunday bir jiddiyat bilan, bunday bir qizg'inlik bilan, bunday bir hatto qarindoshlarcha anglanishi va uningga histoshlik bildirilishi va shundaqla abay degandek o'zi qilib beradigan xizmat doirasi ichida ba'zi va'dalarning bilishi, yani cho'ng bir utuq deyalaymiz buni. Meni hammadan ta'sirlangan bir nuqtasi bu yerdagi bizningki ko'rgazmamizni nurg'unlagan parlament a'zolari ko'ribdi. Ama yig'in jarayonida ash nuqtani maxsus tilga oldi. Ya'ni bizningki xizmatlarimizningki utuğini mushtaq natijalar orqali ko'radigan bo'ldik va bizga to'liq umid bag'ishladi hamda. Undan boshqa parlament a'zolarininki shu Dunyo Uyg'ur qurultiyininki yillardan buyon, jumladan yaqinqi yillardan buyon shu Germaniyani asos qilib elib borayotgan xizmatlariga bo'lgan o'zininki rahmati va olqishi va rag'batlarini bildirganlik bo'ldi. Ularninki bu rag'batlantirishidan, bizga kuch berishidan biz nihoyatda so'yindik. O'zimizning xizmatlaridan g'ururlandik.
ve aynı vaxtda bu şu aldığımızdaki günlərdə Germaniyadanki siyasi sənizidimi xalqımızdaki dərdigi dərman boladigan avazlarınki signallarının çıxdığılığı işinimiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, Dolqin Aysa apandim, ko'rmanlarimizning xabar bo'lgandek tunigin biz suhbat programmamizni o'tkazib bo'lgandan keyin tushdan keyin Germaniyaningki sobiq bosh ministri Angela Merkel xonimning partiyasidan bo'lgan Thomas Ernelt apandi bilan ko'rishimiz bo'ldi. Tungi ko'rishma haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Şu bir yerdemde biz meyli iktidardaki partiyeler olsun veya ki muhalefet partiyeler olsun bulanın hemmisinin ortak bir tırışçılığı bilen bu Uygur erkek kırgınçılık meselesi de hükümetini bir işlah kılışka, konkretni bir hareketlerini kılışka mecburlaş, koluşunu keltiriş. Tüyün diyenlikidek burunki iktidardaki partiyenin Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokratlar Partisi'nin parlamento azaları bilen köreştik. Yeşiller Partisi'nin parlamento azalarıyla köreştik. Otur koygan meselelerimiz ortak. Biz bu kadar resmi yazmış şekilde özümüzün bir taleplerimizni, buladın kütüdüğallarımızını, hükümetin kütüdüğallarımızı ve parlamentin kütüdüğallarımızını takdim kıldık. Tünügünkü meyle muhalefet partiye bunu süptü bilen o partiyenin kollaşı nayt güçlük bir kollaşını bizge ifade kıldı. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir nokta hem de mana şu parlament işçiden şu bizning resim ko'rgazmasi mishadin bütün parlament a'zolari yig'in kirib chiqayotgan vaqtimizda zalning ichidan ko'rindi ekan. Biz tünügünkü yig'inlarimiz bu parlamentning yana bir binosida bo'lgan. Bugun bu yig'inimiz bu parlamentning bu markaziy binosida bo'lgan. Bu yerdan men o'zimni ko'rib mayron qoldim. Haqiqatan bütün parlamentlar yig'in kirib chiqayotganlardan nayt aniq hatto sirtdagi bevos ko'rganlardan bu yerdan ko'rsa taxmin hayvat ko'rindi ekan. Bu bizni xursand qildi. Ko'pdan ko'p rahmat sizlarga. Aziz ko'rmanlar, ko'rganinglardek bu yerda Şinjan saqchi hujjatlar asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi intayin hayvat va ochiq shaklda ko'rinib turdi. Tunigunmi sirtqa chiqqan ba'zi parlament a'zolari va bexatarlik xodimlari bexatarlik qo'g'duvchilar bo'lsin hammasi chiqib biz parlamentning ichidan sizlarningki rasm ko'rgazmalarni nihoyat ochiq va aniq holda ko'rib turyapmiz va biz buni ko'rib intayin ta'sirlandik. Yordamimiz har vaqt sizlar bilan birga deb bizga turli tasalli va bizga motor xarakterlik rol o'ynatadigan bizga olg'a intildiradigan turli go'zal so'zlarni so'zlagan bo'ldi. Aziz ko'rmanlar, qurultayimizning raisi Dolqin Aysa apandim va qurultay bayonotchisi va Berlin ishxonasining mas'uli G'ayri Qurban apandimni ziyorat qilishimizdan boshqa ham qurultay yoshlar komitetininki mudiri Erkin Zunun apandimnimi bu Şinjan saqchi hujjatlari bugun 4-kuni qadam qo'ydi. Bu 4 kun jarayonki bu rasm ko'rgazmasining unumi haqida qisqacha ziyorat qilmoqchimiz. Erkin Zunun apandim bu 4 kun jarayonda Şinjan saqchi hujjatlar asosli mazmun qilingan rasm ko'rgazmasiga riyosatchilik qilishdan boshqa bu rasm ko'rgazmasidagi bu rasmlarni yasashda olsun bütün aqsab ishlarning hammasi intayin jafol qilishildi. Uning bu yerdimi men rahmatimni bildiraman. Xo'sh, Erkin Zunun apandim bugun Şinjan saqchi hujjatlar asosli mazmun qilingan rasm ko'rgazmasining 4-kuni qadam qo'ydik. Bu jarayonda siz bu rasm ko'rgazmasiga riyosatchilik qilish, bo'libmi aqsab ishlarda qilish jarayonida intayin jiq jafolarni tatdingiz. Hamda bu 4 kunlik faoliyatning oxirgi kuni bo'ldi. Buningki unumi qanchalik bo'ldi? Buni ko'rguvchilarningki parlament a'zolari olsun, oraliqda bexatarlik xodimlarimi chiqib o'zlariningki qiziqishini, o'zlariningki ta'sirotini so'zlagan bo'ldi. Siz bu haqda qanday qaraysiz? Bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat sizga. Şu bugün sizin deganingizdak 4-kunimiz bo'ldi shu rasm ko'rgazmaning. Men oqimda ko'rayotgan bino Germaniya federal parlamentiniki yangi binosi. Bu yerda 736 parlament a'zosi bor va ularningki assistentlari, ishchilari bo'libmi 2000 dan yuqori bir hukumat nimalar bor, ishchilari va ma tarafda sizlar ko'rgandek menda Bundeskansleramda edi, ya'ni hukumat binosi. U yerda 600 dak ishchi ishlaydi. Şu an bu jarayonni bu maqsadimiz bularninki mishada ko'rib ta'sirlanishdi. Chunki bu har bir odam ming anglagandan bir ko'rgini boshqacha bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi ketayotgan millat vakillaridan do'q yoki ashlarning ishchilarini ko'rib hatto tunugin bir SPD'ninki bir
parlament a'zosi Ester Dilke degan bir xonim. U shu binodan ko'ribdi bizni. 3 kun bo'ldi biz sizlarni ko'ryapmiz. Biz şu an biz bütün assistantları bilan bütün takım bilan chiqib, biz bilan ataydan rasm tushib, bek yaxshi qilyapsizlar, bek madad berib bizga shunday yaxshi gaplarni qildi. Undan keyin qo'llaydigan bizni qo'llaydigan millat vakillarimiz kelib bizniki bizga madad berdi. Ondan keyin texnik millat vakillar bildigan ve oyg'onmagan demdik. O oyg'onmagan milletvekillerimiz shunday yaxshi bir bu bir fursat bo'ldi biz uchun ko'rsatishchi bularga. Ular ko'rgandan keyin rasmiy chiqib savollarni so'rab kelib bizning yanimizga bu hakikaten bularning nimalari bormi ya da tuqqanlari bormi Yevropada yoki Germaniyada ya bütün dünyada deb işte bir savollarni so'ragan bo'ldi. Shunga kartlarını berib biz bilan bir ko'rishinglar deb. Shuning uchun mushtaq kichik ko'ringan bo'lsa-mu, mushtaq bir harakatlar haqiqiy jiq unumi bo'ldi buningki. Chunki bu narsani biz ko'rsatsak, bu yerdagi bizni qo'llayotgan parlament a'zolari texnik kuchlanadi. Shu qirg'inchilikni biz uchun yo'q qilish uchun harakatga o'tadi va o'yg'onmagan parlament a'zolari ularmi bizni qo'llaydigan sabki o'tadi. Shuning uchun mushta kichik harakatlarninki unumi bak jiq bo'ldi. Shunga agar mening degan demoqchi bo'lganim o'sha ko'ramanlarga agar sizlarning vaqtinglar chiqsa ishdan sirt bika vaqtlarda bo'lgan vaqtida bizda mesela digital olti bor bularni bu rasmlarni bizlar avatsak bo'ldi. Sizlarmi bilib turayotgan yerlarda, turishliq davlatlarda mushta bir rasmlarni ko'rgazimiz bu bek ta'sirlik bo'lgan. Chunki bu haqiqatan bir paketda bizning qo'limizdagi bir paket. Shuning uchun bek muvaffaqiyatli o'tyapti deb ko'raman. Rahmat sizga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz ko'rmanlar, yuqorida sizlarga Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining maxsus xabar programmasini sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishkicha amon bo'linglar. Oxirida eskartilganim bugun tushdan keyin ham turli parlament a'zolari bilan va intayin muhim bo'lgan kishilik huquq tashkilotlari bilan ko'rishmalar bo'ldi. Atimi ham ko'rgazmamizning oxirgi kuni bo'lib hisoblandi. Atiki programmamizda sizlarga tushdan keyingi faoliyatimiz va atiki faoliyatimiz haqida tafsil ma'lumot berishga tirishamiz. Germaniyaning poytaxti Berlindan hammanglarga o'tliq salom, Mariya Sechib Xarab Allohga omonat bo'linglar.